Darslarimizni davom ettiramiz. Birinchi darsimizda HTML strukturani yaratib olgandik. Hozir men qisqa bitta o'zgarish qildim. Ya'ni loyihani asosiy papkasini ichida men bitta images papkasini ochdimda, ikkita rasm tashib oldim. Bittasi mana bu rasm, ikkinchisi mana bu rasm. Bu rasmlarni men Telegram guruhiga yuborib qo'ydim. Siz ham bitta images papkasini ochib, ikkita mana shu rasmni o'sha papkaning ichiga joylab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz loyihamizni hozir live serverda bitta yoqib olamiz. Demak, dastlabki holati quyidagicha ko'rinishda turibdi. Endi biz buni davom ettirsak bo'ladi. Birinchi navbatda endi ozgina style qismi bilan ishlasak, style CSS ochaman. Vaqtni cho'zmaslik uchun men bu loyihada ishlatiladigan ranglarni Telegram guruhiga yuborib qo'ydim. Mana shuni siz ham shunchaki copy qilib olib joylashingiz mumkin bo'ladi. Quyidagicha. Bular nima, qayerdan keldi degan savol bo'lishi mumkin. Bu bizda font, ya'ni matnni ko'rinishi, ya'ni style qismi hisoblanadi. Buni siz ham misol uchun Google Fonts deb qidirishingiz mumkin. Google Fonts deb qidirib kirishingiz mumkin. Mana bu Google'ning o'zining fontlari, bu yerdan qidirishingiz mumkin. Misol uchun Nunito bizga kerak bo'lgani. Mana bunaqa styledagi tekst. Buni get qilasiz, qo'shasiz. Misol uchun yana qo'shishimiz mumkin. Misol uchun mana buni olishimiz mumkin. Yoki boshqa. Bizga kerak bo'lgani bizda Nunito bilan Nunito, keyin misol uchun Hebo degan style bor. Buni ham get qilishingiz mumkin. Olganimizdan keyin buni bizlar qanday qilib sketchat qilishni har xil yo'llar bor. Xullas, link orqali mana bunday qilib biz bu linkni head qismiga qo'shishimiz mumkin. Yoki mana bunaqa qilib style'ga, ya'ni CSS ga qo'shishimiz mumkin. Yoki shunchaki import qilishingiz mumkin bo'ladi. Men mana bu import yo'ldan foydalanganman. Ya'ni mana bu style qismining ichidagi mana shu narsani shunday oldim, keyin bu yerga tashab qo'ydim. Mana bu yerga copy qilib bu yerga shunchaki tashab qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, deyarli natija bir xil. Mana buni Nunito va mana bunaqa Hebo shrifti. Siz ham mana shunday qilib o'sha Google Fontsdan o'zingizga kerakli bo'lgan style'larni, fontlarni olib kelishingiz mumkin bo'ladi loyiha uchun. Biz shundan foydalandik. Xullas, root haqida biz avval ham gaplashganmiz. Root nima? Bu mana bunaqa loyihada kerak bo'ladigan ranglarni men bitta o'zgaruvchiga biriktirib olganman. Keyingi safar kerak bo'ladiganida men mana bu ranglarni o'zini qayta ishlatmasdan shunchaki bunga murojaat qilsam, mana shu ranglarni beradi. Biz shunday qilib ranglardan bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zgaruvchining ichiga biriktirib olganmiz. Har doimgidek style berishda global miqyosda, ya'ni eng yuqori tomondan style beramiz. Margin 0, padding 0. Bizga kerak bo'ladi margin 0, padding 0 va box sizing border box har doimgidek. Buni nimaligini bilamiz. Standart barcha marginlarni 0 ga tushirib olamiz. Standart barcha paddinglarni 0 ga tushirib olamiz va box sizing border box. Buni ham bilamiz nimaligini, ya'ni biz misol uchun vizga 200 piksel beradigan bo'lsak, kengayib ketmaydi, aynan 200 pikselni egallab oladi. Yani keyingisi biz, bu siz uchun ham yangilik bo'ladi. HTML ga ozgina style berib olamiz. Style emas, ya'ni scroll. Scroll behavior, ya'ni bu smooth berib qo'yamiz. Endi o'z-o'zidan sizda savol bo'lishi mumkin. Bu nima degani deyishingiz mumkin. Mana bu tomonda yondagi o'yna scroll. Ya'ni umuman olganda biz scroll qilganda o'sha biz animatsiyalarimiz silliqroq, ya'ni yaxshiroq ko'rinishi uchun mana shu smoothdan foydalanganimiz yaxshiroq. Buni o'zingiz ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Bu nimaligini men hozir mana demak ko'rsatib beraman. Qidiramiz. What is scroll?
bironta amaliy misolda ko'rsak yaxshiroq bo'lardi buni. Davletar Schoolsga kiramiz. Xo'p, mana bunga e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha mana bu scroll jarayoni anchagina yaxshiroq ko'rinishga o'tadi. Bunda yaxshiroq misol yo'q ekan. Hozir yana bir qadar ko'ramiz. Mana bu misolda yaxshiroq ko'ringan, qarang. Demak, scroll behavior default qiymatda auto bo'lib turadi. Hozir biz uni smoothga o'zgartirdik. Auto bo'lsa nima bo'ladi? Mana bu tugmaga borib bosaman. Bosganimda e'tibor bergan bo'lsangiz, eng pastga birdan tushdi. Buni ham bossam yuqoriga birdan chiqadi. Birdaniga tushib qoladi, birdaniga tushadi. Agar bizlar scroll behavior smoothni ishlatadigan bo'lsak, qarang jarayon qanaqa bo'ladi? Buni bosadigan bo'lsak, mana bunaqa. Buni bosadigan bo'lsak, quyidagicha. Ya'ni animasiya jarayonlari anchagina silliq va chiroyliroq ko'rinadi. Bundachi birdaniga. Menimcha tushuntira oldim. Buni ham loyihalarda qo'llasangiz bo'ladi, bundan keyingi loyihalarda. Xo'p, buni demak tushundik degan umiddaman. Endi keyingi qismlarga bizlar bodyga style berib olamiz. Birinchi global ravishda style'larni yozib chiqamiz. Birinchi font family umumiy bodyga biz aytamizki, endi hebodan foydalanamiz va nonito mana buni chaqirib olsak bo'ladi. Demak, font familyga hebo biz Google Fontsni chaqirib kelgan qiymatlarni oldik. Endi biz ozgina font weight berib ko'ramiz. Ya'ni matnning qalinligi bu 400 beraveramiz boshlang'ich qiymatda. Keyin background color beramiz. Background colorga endi var o'zgaruvchini chaqiramiz. Var o'zgaruvchini ichidan bizga kerak bo'ladi text color. Mana bu text color. Ya'ni bu demak, mana background colorga text color berdik. Text color white. Bu bizda mana bunaqa FFF bo'lib turadi. Ya'ni oq rangda. Endi tekstlarda o'zini rangiga bizlar var chaqiramizda text colorni o'zini chaqiramiz. Shunda bizga mana bunaqa rang beradi, ya'ni qoraroq rang. Yana bir qancha o'zgarishlar qilishimiz mumkin, lekin boshlanishiga menimcha yetadi. Biz style CSS'ni olib olganmiz. Shuning uchun bemalol bunga style bersak bo'ladi. Keyin bizlar hamma loyihamizdagi misol uchun H1, misol uchun H2, H3, H4 va misol uchun H5, H6 lar uchun umumiy bo'lgan style'lar bersak bo'ladi. Masalan, margin deymiz 0. Default holatda hammasini qiymatlari. Ana undan keyin misol uchun font family bersak bo'ladi. Bularga deylik nonito va sans serif. Buni ham chaqirib qo'ysak bo'ladi. Bular uchun font weight beramiz. Bularga 800 beraversak bo'ladi. Sal qalinroq ko'rinishda bo'lib turadi. Undan keyin color bersak bo'ladi bularga. Var heading color. Salgina boshqacharoq bo'lib tursa, qolganlardan farqli ravishda. Ana endi aynan misol uchun H2 yoki o'z umuman olganda har biriga alohida qiymatlar berib chiqsangiz bo'ladi. Bu uchun
Endi biz global qiymatlardan qutuldik. Global style'lardan. Hozir ko'rib olishimiz mumkin. Nimadir o'zgargan bo'lishi kerak bizda. Ozgina mana ko'rganingizdek, mana bu qismlari o'zgardi. Xo'p. Bizni loyihamiz mana bu headerda turibdi. Barchasi mana bu header qismi, ya'ni navigation qismi. Mana shu headerga biz style berib olsak. Headerni o'zini chaqirib olaman. Bu yuqoridan joylashishi kerak, shuning uchun position fixed beraman. Position fixed bergandan keyin beramizki bizlar misol uchun top 0 beramiz. Left beramiz 0. Yuqoridan joylashadi shunda. Yuqoriga qadaladi header top 0. Keyin biz beramizki viz beramiz 100%. Undan so'ng biz z indeks beramiz 900 beramiz. Z indeksni ham bir tushuntirib o'tib ketaman. Misol uchun mana bu haqiqiy loyihada z indeks, ya'ni orqadagi rasm orqa planda turibdi. Mana bu headerdagi tekstlar birinchi planda, ya'ni z indeks kattarog'i bo'lgani oldinda ko'rinadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, orqadagi backgroundni ham biz oldinga chiqarib qo'yishimiz mumkin. Hozir mana bu header qismida z indeksi yuqori bo'lgani uchun bu birinchi planda turibdi. Ya'ni oldinroqda. Endi misol uchun biz bunga berishimiz mumkin, padding berishimiz mumkin. Padding necha bersak bo'ladi? 18 piksel va 0. Tak. Endi hozir mana bu loyihada backgroundga e'tibor beradigan bo'lsangiz, shaffof bo'lib turibdi. Biz buni backgroundni o'zini shaffof qilish uchun quyidagidan foydalanamiz, ya'ni transparent. Shunda bizning backgroundimiz shaffof bo'ladi. Hozir bular kerak emas qismlarni o'chiraman. Buni ham oldik, buni ham oldik. Mana. Hozir bilinmasligi mumkin, lekin sekin-sekin ko'rinadi. Umumiy headerga, ya'ni style berib olyapman. Position berdik, fixed berdik. Position fixed yuqoriga yopishib turadi. Top 0, left 0, viz 100%, z index 900, padding 18 piksel va 0. Endi bizlar buni ichidagi qiymatlarga ham style bersak bo'ladi. Hozir mana bu bunda ko'radigan bo'lsak, ming bir zo'r. Buni olib qo'yamiz. Kerak emas bizga. Mana bu loyihada ko'radigan bo'lsak, scroll bo'lganda headerni rangi o'zgaryapti. Joyida default holatda turganda shaffof, scroll bo'lganda rangi o'zgaryapti. Buni biz qanday qilsak bo'ladi? Bu JavaScript bilan bo'ladi. Ya'ni biz darslarda o'tganmiz eventlar haqida, ya'ni hodisalar haqida. O'shanaqa scroll eventi bor. Biz scroll bo'lganda biz mana shu headerga yana bitta klass qo'shsak bo'ladi. Buni misol uchun hozir yozib ketadigan bo'lsam, birdaniga ishimiz yana ham osonroq bo'ladi. Bunga aytaman, header chaqiraman. Qo'shilib ketamiz. Scrolllet. Yana bir marta eslatyapman. Bu hozir bizda kerak bo'lmaydi, ishlamaydi. Header qilib qo'ydik. Bu qachon ishlaydi? O'sha scroll bo'lganda, mana bu scroll bo'lganda bu qo'shiladi. Ya'ni demak, buni logikasi JavaScriptda bo'ladi. Buni ham biz nima qilamiz? Yozishga harakat qilamiz hali. Endi background, agar o'sha scroll bo'lganda background qanaqa bo'lsin? Buni men aytamanki, yulduzcha qo'yamiz. Misol uchun mana bu rangni tanlab qo'ysak bo'ladi. Yoki bo'lmasa primary colorni tanlab qo'ysak ham bo'ladi. Vardan foydalanaylik, keling shuni. Var primary color. Ya'ni demak, scroll bo'lganda mana bunaqa rangga o'tadi. Va yana bitta ikkita qo'shimchalar qo'shsak ham bo'ladi. Misol uchun padding qo'shamiz. Demak, 12 piksel va 0. Xohlasangiz siz bunga box shadow ham qo'shishingiz mumkin, soyasini o'zingiz xohlagandek o'zgartirishingiz mumkin. Hali yana bunga qaytamiz.
nima uchun kerak bo'lishini tushuntirdim. Hozir bu bizda ishlamaydi. Demak aytganimdek, qachon ishlaydi bu? Scroll bo'lganda. Qachon scroll bo'ladi? Bu JavaScript bilan event orqali buni eshitib olamiz. O'shanda bizga kerak bo'ladi bu narsa. Xo'p, endi davom etamiz. Endi headerning ichidagi konteynerga bitta style berib olsak, demak konteynerni aytamizki, konteynerni aytamiz with 90% deymiz. 90% maksimal width, ya'ni kengligi eng ko'pi bilan misol uchun 1400 pikselgacha kengaysin. Bu width. Margin beramiz. Misol uchun 0 va auto beramiz. Margin keyin undan so'ng eng muhimi display flex beramiz. Display flex bersak, bizda loyihamiz o'zgarishi kerak. Hozir ko'ramiz. Demak, hozir bir daqiqa. Negadir menda style ishlamayapti. Ikkita style bo'lib ketgan. Buni olamiz u qirqib olib CSS ning ichidagi style'ga tashlaymiz. Shunda menimcha ko'rinish kerak mana. Endi salgina ko'rindi. Negadir bu menda ikkita bo'lib qolibdi. O'chirib tashlayman bittasini. Hop, ana to'g'ri bo'ldi menimcha. CSS ning ichidagi style. Bizlar demak display flex berib oldik bunga. Barcha matnlar vertikaldan centerda joylashsin. Align aytamiz. Keyin justify content qilamiz, space between. Ya'ni qarama-qarshi birinchisi bilan ikkinchisi bu tomonda turadi. Qolgan qiymatlar qarama-qarshi tomonda joylashadi. Bizga aynan shu kerak. Endi bizlar logoga style beramiz. Logo bu qayerda? Demak, bu mana bunda. Biz bunga style beramiz logoga. Logo joylashuvini aytamizki, logoga ham display flex beramiz. Align aytamiz, beramiz center. Demak, mana bu text. Align aytamiz, center beramiz. Keyin demak orasidagi masofa bordi. Qiymatlarda orasidagi masofa 12 piksel berib ko'raylik. Qanaqa ko'rinar ekan? Bunga z index berib qo'yamiz. 10 deb qo'yaylik. Kamroq. Demak, bizga yana bir muhim jihat, logoning ichida h1 tagi bor edi. O'sha h1 ga ham biz style beramiz. Font deylik family. Bizda mana bunaqa bitta style bor. Family bor. Undan so'ng kursiv berib qo'yamiz bunga. Bunga aytamizki color deymiz. Color. Buni ham varda chaqirib qo'yaylik va text color. Text color white. Buni beramiz. Keyin yana demak font size bersak bo'ladi. Misol uchun 30 piksel. Font weight beramiz. Qalinligi 700. Mana bu logo qolibdi. Logo bo'ladi. Mana bunaqa style tanladik. Men o'zgarish kiritdim. Mana bu restoran yozuvini mana bundan foydalanishga qaror qildim. Siz buni ixtiyoriy o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, buni tanladik. H1 ga ham style berdik. Hozir nima qilayotganimiz uncha tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin hozir vaqti bilan hammasini tushunib borasiz. Endi biz mana bu
ikkinchi divga style beramiz. Mana bu menus. Biza bunga ham misol uchun display beramiz. Flex beramiz display. Keyingi qiymatimiz flex beramizda bir qiymatini beramiz. Display flex 1. Buni ham hozir tushuntiraman. Justify content center, ya'ni horizontaldan centerga olib boramiz. Allision items ham beramiz, center deymiz va misol uchun buni ham z indeksini 10 deb qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bir xil ko'rinishda olib keladi. Mana bu qiymatlarni. Gap 10 pikseldan bo'lyapti. Bularning orasidagi qiymatlar. Xo'sh, endi bizga keyingisi kerak bo'ladi. Menusning ichidagi biza UL ga style berib olamiz. Chunki ko'radigan bo'lsak, mana bu UL bor edi. Mana shu UL ga style berib olamiz biz. Misol uchun list style none deymiz. Shunda mana bunaqa dumaloq belgilari yo'qolib qoladi. Buni display beramiz. Bunga ham misol uchun flex beramiz. Display flex. Gap beramiz misol uchun 35 piksel. Bunga ham allision items beramiz. Center. Shunda ko'rib turganingizdek mana bunaqa qiymatlarga keladi. Bitta display flex bergandik, bilasiz. Display flexni direction row bo'ladi. Ya'ni row bo'lsa mana bunaqa ko'rinishda. Agar column bo'ladigan bo'lsa, default holatda mana bunaqa ko'rinishda. Bu gap nima? Mana bularning orasidagi masofa bo'ldi. Allision items centerga joylaydi. Bizda qaysi tomondan? Vertikaldan centerga. Xo'sh, endi hozir buni headerni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, z indeksi yuqori bo'lgani uchun bu birinchi planga chiqyapti-da. Orqadagi mana bu enjoy or degan yozuvlar orqa planga o'tib qolyapti. Shuning uchun yaxshisi hozircha mana buni kommentga olib qo'yamiz. Bizga xalaqit qilmaslik uchun. Yoki shunchaki o'chirib tursak ham bo'ladi buni. Vaqtincha. Sizga qanday qulay bo'lsa, o'shandek qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir background bizda mana bunday oq rangda. Orqasidagi rasmni joylaganimizda o'sha birdaniga chiroyliroq ko'rinishga keladi. Xo'sh, endi mana bu yerdagi tekst turibdi joyida. Buni yana ham to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi biz. Yana bitta narsa, bizda mana bunaqa ikonlarimiz kerak. Bu ikonni ham hozir men qanday topishni ko'rsatib beraman. Style CSS o'tamiz. Demak, davom ettiramiz. Biz demak menusning ichidagi UL ning ichidagi li teglariga style bersak bo'ladi bemalol. Bularga biz birinchi o'rinda position berib olamiz, relative. Ya'ni joylashuvini aytamiz. Yana xuddi shunday menusning ichidagi demak menusning ichidagi UL ning ichidagi li ni a teglariga biz style berib olamiz. Birinchi o'rinda text decoration none beramiz. Shunda mana bu tagdagi link belgilari yo'qolib qoladi o'z-o'zidan. Ana undan so'ng biz aytamizki, buni color'ni aytamiz. Color var. Ana undan keyin text color white bo'ladi bu ham. Oq rangda, ya'ni font family
aytsak bo'ladi biza bunga. Misol uchun he bo sans serifdan foydalanib qo'yamiz. Xo'p. Undan so'ng hozir ko'radigan bo'lsak, mana bu tekstlar hammasi katta harfda turibdi, lekin bizda bu tekstlar kichik harfda. Ya'ni biza buni kattaroq qilsak bo'ladi. Text transform bor bizda. Misol uchun lower case bor. Lower case qilsak hammasi kichik bo'ladi. Bizlar aytamizki upper case. Shunda hamma tekstlar mana ko'rganingizdek katta harfga o'giriladi. Text transform upper case. Undan so'ng yana davom etamiz. Font size. Font size men 20 piksel qilaman. Matnlar kattaligi. Endi orasidagi masofa letter spacing 1 pikseldan yoki misol uchun 2 piksel qilsak ham bo'ladi buni. Bu letter spacing nima deyishingiz mumkin? Letter spacing bu mana bu A bilan B orasidagi masofa yoki O bilan U orasidagi masofa. Mana shu bizda letter spacing hisoblanadi. Padding beramiz bunga biz. Padding misol uchun tepa bilan pastga 6 piksel, chap bilan o'ngga 4 pikseldan padding bersak bo'ladi. Xo'p, yana nimalar bersak bo'ladi biz? Menimcha bo'ladi hozircha. Home, about, menu. Mana bunaqa. Hozir background shaffof bo'lgani uchun bizga unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Hozir vaqtincha mana bu transparentni olib tursak, shunda baribir ham ko'rinmas ekan. Shaffof bo'lib turgani ma'qul. Biz mana bu iconni olmoqchi edik. Bu ikonkalarni qanday olamiz? Chunki biz HTML da aynan mana shu uchun logosini ichida ikkita joy tashlab qo'ygandik. Buning uchun bizda CDN.js degan sayt bor, bunga kiramiz. Font awesome klasslarini ulashimiz uchun bizga CSS kerak bo'ladi. Shuning uchun font awesome desam, shunaqa qilsangiz birinchi kelib chiqadi. Bundan biz mana bu CSS ni olishimiz kerak, linkini. Buni olamiz. Undan so'ng mana bu linkni pastdan qo'yib qo'yamiz buni. Shunda bizda mana bu ikonkalarni chaqirishda imkoniyat bo'ladi. Xuddi mana bundek. Ya'ni mana bu ikonkalarni olish imkoniyati bo'ladi. Agar font awesome olmasak bizga ko'rinmaydi. Endi font awesome icon deb qidiraman. Sizda ham quyidagicha sayt chiqib keladi. Mana font awesome icon.com degan sayt. Bu yerdan siz bu saytga kirganingizdan so'ng iconsga kirasiz. Iconsga kirganingizdan so'ng demak qidirishingiz mumkin. Misol uchun search. Mana bu bo'ladi bizga. Ustiga bosamiz. Demak, web uchun yoki HTML uchun web bo'ladiganimiz mana bunaqa ekan, bizga HTML bo'ladi. Ustiga bosamiz, kopiya qilamiz va buni biz mana bu qismga olib kelib tashlaymiz. Xo'p, undan so'ng yana bitta narsa kerak bo'ladi bizga. Keyingisi mana bu icon. Buni biz demak search emas endi shopping deb yozamiz. Shopping. Back shopping. Misol uchun mana shuni olsak bo'ladi. Taxminimcha meni bu yerda ham shunaqa. Shunaqa ekan. Back shopping. Mana bu bo'ladi bizga. Buni olamiz va bu yerga tashlaymiz. Mana buni o'rniga qo'yamiz yaxshisi. Va shunda bizda
mana bunga o'xshash, demak, ikonkalarni ham qo'yib olgan bo'lamiz. Shuni icons deb yozib qo'ysak, klassiga yaxshiroq bo'ladi. Siz ham buni HTML ga o'zgartirishingiz mumkin. Icons. Bu darsni bo'lib olamiz. Demak, yarim soat bo'ldi. Zerikib qolmasligingiz uchun darsni bo'lib, qismlarga bo'lib o'tamiz. Demak, videoni keyingi darsda davom ettiramiz.